Mana shu arzimagan blok nechi pulga tushdi shu akamizga. Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilasizlar nimaligini. Hop, akam keldilar, Doniyor. Mana shu 4 kundan beri qiynalib ketdim. O'zing ko'rib bir nima qilib ber shu mashinani dedilar. Hop, ketib kompyuterga solib bitta-bitta ko'rib tekshirib chiqaman. Bularda muammo mikrofon umuman yonmayapti. Eng birinchi glavniysi shu. Shu bilan keldilar. Hop, kompyuterda tekshiramiz. Mana umuman reaksiya 0, nosozlik bor, aloqaga chiqmayapti deb kompyuterda ham xato beryapti. Qolgan xatoliklari batareyangda nosozlik bor, akkumulyatorda deyapti. Akkumulyatorni tekshirsa 78% yo'mkisi yomon emas. Lekin bu yerda nima bo'lgan? Mana shu blok kuyib qolgan. Hozir biz buni bozordan chaqirtirdik. Bu blok kuyib qolishining sababini sizlarga aytib o'taman. Akam aytdilarki, ko'p YouTube'da ko'rib o'tiradi bolalarim. O'sha paytda mashina o'chib bo'ladi. Soatlab ko'rishadi, zavat qilsam bitta akkumulyator o'ynadi dedilar. O'sha paytda ketib qoladi bu narsa. O'shanga ehtiyot bo'lib, orada zavat qilib qo'yasizlar. Sizlarda ham shunaqa narsa bo'lmasligi uchun. Mana buni chaqirtirdik, programmalarni to'g'rilab berdik. Idealni qilib hamma narsasi ishlayapti. Shu zapchast bizning haqimiz общий akamizga $450 tushdi. Sizlar ham mana shunaqa bo'lmasligi uchun ehtiyot bo'lasizlar. Joningiz sog' bo'lsin, bas nomer qoldiramiz, telefon qilib ko'rasizlar.